Aktyor Yigitali Mamajonov haqida xabarlar tarqaldi. Hozirgi ayolim tilla deydi aktyor. Yigitali Mamajonov o'tmishdagi xatolar va hozirgi prinsiplari haqida gapirib berdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Taniqli aktyor Yigitali Mamajonov darakchi.uzga bergan intervyusida hayotidagi prinsiplari hamda oilasi haqidagi savollarga javob berdi. Hech qachon katta gapirmaydigan bo'ldim deydi aktyor. Hayotimda bo'lgan ishlarning hammasidan roziman. Nima bo'lishi kerak bo'lsa bo'ldi. Muhimi sodir bo'lgan holatlardan o'zimga yaxshi dars oldim deydi aktyor. U bunday, u unday deb katta gapirib bo'lmas ekan. Bir vaqtlar men ajrashmayman, ayolimni baxtli qilaman degandim. Lekin katta gapirib bo'lmas ekan. Kelajakda turmush masalasida nima bo'lishini biladigan darajada kimsan sen? Bu juda ham nozik masala. Yana aynan taqdir masalasiga oldindan biron nima deb bo'lmas ekan deydi Yigitali Mamajonov. To'g'ri, yoshligingizdan oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz, ayollarga nisbatan hurmatingiz bo'lishi mumkin. Xuddi shunday men ham yoshligimdan himoyachi bo'lishga harakat qilardim. Hozirgacha ham oilamizdagi ayollarni himoya qilaman deydi aktyor Yigitali Mamajonov. Bu har bir erkakning g'ururi. Aslida bu hayotdagi o'zgarmas prinsiplar. Kim bo'lishidan qat'iy nazar oshiqcha gapirib bo'lmaydi ekan. San'atda sog'lom raqobat bo'lmaydi deydi Yigitali Mamajonov. Faqat sportda sog'lom raqobat bo'ladi deb bilaman. Ammo san'atda sog'lom raqobat hech qachon bo'lmaydi va bo'lmagan ham deydi aktyor. Bu kasbda bunday bo'lishi juda qiyin masala. Shuning uchun bu borada chuqurlashish yoki o'ylab yurish ham kerak emas. U sohada inson birovni emas, o'zini nazorat qilishi kerak. Chunki kimnidir nazorat qilsangiz, o'zligingizdan ketib adashib qolishingiz mumkin deydi aktyor. Shu sabab faoliyatim davomida kimgadir raqobatchi sifatida qarab, kim bilandir bellashmaganman ham hatto. Chunki raqobat sifatida qarasam, ular bilan kurashishimga to'g'ri keladi, lekin menga kimgadir nimadir isbotlash kerak emas. Raqobatchi emasman deydi aktyor Yigitali Mamajonov. Hozirgi ayolim prinsiplarimni hurmat qiladi. Taqdirimda nimadir bo'lgan bo'lsa hammasiga roziman. Chunki minusga kirmaganimda butun umrlik tajribalarni o'rgana olmasdim. Ammo kerakli prinsiplarimga nuqta qo'yganim ham yo'q. O'sha vaqtda aqlim yetmagan joylarda hozir aqlim yetadi. Bugungi kunda ayol kishini ko'proq tushunishga harakat qilaman deydi aktyor. Joyi kelganda filmdagi ba'zi funksiyalarimni o'chirib yoqishni bilaman. Shunda ham asosiylari o'chmaydi, chunki hozirgi ayolim o'sha funksiyalarimga yaqinlashmaydi ham deydi aktyor. Shaxsiy prinsiplarimni hurmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, turmush o'rtog'im oltin. Shuning uchun alhamdulillah hozirgacha yaxshimiz. U mening prinsiplarimni hurmat qilgani uchun men ham uni ehtiyot qilaman. Bu haqda har safar intervyularda gapirib yurishni xohlamayman deydi aktyor Yigitali Mamajonov. Bu bilan ideal oilamiz demoqchi emasman. Hamma oilalarda bo'lgani kabi oilamizda ham kamchilik va kelishmovchiliklar bo'lib turadi deydi Yigitali Mamajonov intervyusini so'ngida. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.